Akalar o'sha onlayn o'yinlarga minimalniy qilib terilgan bitta sborkamiz bor. Hozir obzorini qilib beraman. Assalomu alaykum. Mana shunaqa bitta XH ga ko'ryapsizlar, holati idealniy, chotka qilib terib qo'yganmiz akalar. Oldi poloskali. $30 keys hisoblanadi o'zi aslida. Bashinnilar qo'yib, a'zolar qo'yib, videokartalar qo'yib, parametr akalar H410 i3 10100F, 8 li a'zo, 128 SSD. Mana shunaqa RX 574 GB turbinali videokarta qo'yganmiz. Bitta kulerli bo'ladi, turbinali bilasizlar. Mana shunaqa 500 wattli blok pitaniya, original koreyskiy, qo'shimcha bitta kuler ham bonusga bo'lgan sizlarga mana. Holatini ko'ryapsizlar, chotki. Maza qilib ishlasanglar bo'ladi. Bunday qimillasanglar o'chib qoladi, mana ehtiyot bo'lasizlar. Bir akaning narxi $177 chiqadi. Bunaqa narxga shunday sraz bosib olish kerak akalar. Kerak bo'lsa kelaverasizlar. Yangi bozordamiz.